Pedofillar umrbod qamalishi mumkin. O'zbekistonda 14 yoshga to'lmagan shaxslarga nisbatan sodir etilgan jinsiy jinoyatlar uchun umrbod ozodlikdan mahrum etishgacha bo'lgan jazo choralarini belgilash ko'zda tutilmoqda. Bu prezident farmoni loyihasida belgilangan loyihaga ko'ra, mamlakatimizda ayollar va bolalarga nisbatan zo'ravonlikning barcha ko'rinishlariga barham berishning mutlaqo yangi tizimi joriy etiladi. Ushbu hujjat bilan jamiyatda zo'ravonlikka toqatsizlik tamoyilini ijtimoiy me'yorga aylantirish va javobgarlik choralarini keskin kuchaytirish ko'zda tutilgan. Xususan, 14 yoshga to'lmagan shaxslarga nisbatan sodir etilgan jinsiy jinoyatlar uchun umrbod ozodlikdan mahrum etishgacha bo'lgan jazo choralari belgilanadi. Shu bilan birga, voyaga yetmaganlarga nisbatan sodir etilgan jinsiy va zo'ravonlikka oid jinoyatlarni tergov qilish vakolati mustaqil ravishda prokuratura organlariga o'tkazilib, bunday ishlarni ko'rishga ixtisoslashgan maxsus tayyorgarlikdan o'tgan tergovchi va sudyalar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Ushbu xabarni yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Eng so'nggi va ishonchli xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun esa bizga obuna bo'lishni unutmang.